Akalar musofirda ishlab yuribsizlar, 3 ko'zli Trendda sotilayotgan kameradan bitta olib uylaringni qo'yib bersalaring, kanday mikrofoni bo'ladi, uylaringni bemalol 24/7 ko'rib turaverasizlar. 32 talik chipini bonusga qo'shib beramiz. Dastlabki O'zbekiston bo'ylab bepul, telefonlaringni ulab beraman akalar oldin, Rossiyada bo'lsalaring xullas. Ishlatib ko'rasizlar, kачество ishlashi yoqsa, zaklarni tashlab berasizlar, qolganini yetib borgandan keyin. Kameramizni endi xususiyatlar bilan ko'rib chiqamiz. Bittasi 360 aylanadi pas. Endi bu o'ngga chapga qilib ko'ramiz aka, ikki chekkadagi ko'zlarni. Ko'rasizlar? Xo'p, sim kartaga ham ishlaydi. Wi-Fi yo'q bo'lsa sim kartada ishlating. Agar Wi-Fi yo'q bo'lsa, Wi-Fi ga kabel orqali ham ishlatsalar ham bo'ladi. Akalar, men ularni tepaga pastga ham burib qo'yaverasizlar. Akalar, uchoq tomonni ham ko'rib turasizlar. 680 ming so'mga baraka qilamiz. Aytganimdek, dastlabki bepul. Hozir endi buni mana Surxondaryo, Qiziriq tumaniga chiqaryapmiz Zuhriddin akamizga. Zuhriddin akamiz akalari ham olgan ekanlar, musofirdan turib zakaz bergan ekanlar. Endi mana Zuhriddin akamiz ham o'zi oldilar. Pullarni to'liq tashlab berishdi. Telegramdan zakaz beraverasizlar.